Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas-pes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga, muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda, psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayr-xo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Yaxshimisilar saboqdoshlar. Bugun so'zlaydigan darsimiz psixika analiz. Psixika analiz degan nimasi? Odamning psixikasini to'g'ri analiz qilish. Chunki nurg'un vaqtda odamlar o'zining aslidagi hissiyotlarini, o'zining demoqchi bo'lgan gaplarini yoki o'zining aslidagi ibtidoiy talablarini asosiyatdan yushirib ifodalaydi. Agar biz buni tushunmasak, kishilarni to'g'ri tushunishga bo'lgan bir xil bizning iqtidorimiz kamlab ketadigan gap. Onda odam uchun haqiqatan da ta'sirmi degan haqiqatan da ta'sir. Chunki odam intayin murakkab bo'ldi. Odam degan so'z odatda latin tilida person deb ataldi. İngliz tilida person deb ataldi. Endi buni latincha asli nusxasi nereden kelgansiz? Personadan kelgan. Persona degan nima degan gap desa, niqob degan gap hamda bu. Yoki maska, niqob degan ma'nosi bor. Masalan, Uyg'ur tilidagi personaj degan xatmi mush orqali kelganda, mana shu aytgan vaqtda ular odamni faqat personaj deb ataydi. Unda ular nemish personaj deb atagan? Chunki odam real dunyoda yoki shu o'zining kichik hayotida aslidagi ibtidoiy bo'yicha o'zining aslidagi holati bilan yashamdi degan unda emas. Ular asosiyatdan personajlik rolni o'taydi. Balki hayotning ma'lum bir qismida yoki bo'lmasa hayotning ma'lum bir sohasida yoki ma'lum bulunpushqoqlarda har xil personajlik rolni o'taydigan gap. Unda biz o'ylab boqaylik, odam nimishqa personajlik rolni o'taydi? U nimishqa o'zining aslidagi holatini ifodalamaydi. Buningga tek hozircha olimlar javob bermaydi. Ammo mening ko'z qarashim bo'yicha, mening shaxsiy go'daklarcha ko'z qarashim bo'yicha odam o'zining asli ibtidoiy holatidan seskindi. Aslidagi holatini yaxshi ko'rmaydi. U o'zining ashundoq bir xil bema'ni xiyollarni, bema'ni tuyg'ulardan numus qilish mumkin. Shuning u asosiyatdan o'zini urab qachilab ifodalaydi. Yoki o'zini har xil niqoblar orqali boshqalarga boshqacha bir ta'sir berishni o'ylash mumkin. Shuning kichik munosabatim shikadan paranlashayotganda o bir-birisi hargizmi o'zining aslidagi holatni ifodalamasdan asosiyatdan bir-biriga yaxshi ta'sir berishni ham o'ylaydi. Shunga bugungi darsimiz orqali odamlarning bu xil niqoblarini echib tashlab, qandoq qilgan vaqt biz odam tushuna olamiz. Odam zotning nimalardan tuzilgan, odam qandoq
parça böleklerden söyleyen bir adamdan bir tal adamdan qanchadanı qismi bo'ladi. Qaysi qismi nimaga vakillik qildi, qaysi qismi uni nimaga yetaklaydi. Bugun shuni o'rganib chiqamiz. Bunu so'zlashdan burun men psixoanalizning o'ttirib qo'yuvchi Sigmund Freudning Üçmen nazariyasini bir deb o'tib ketishim kerak. Üçmen degan nima esa bundash bir vaqt odamning 3 tal qismi. Odamning bu 3 qismi o'zaro bir-biriga ta'sir qilish orqali anandikan o'zini shakllantiradigan gap. Undas odamning bu 3 qismi, ya'ni 3 men deb ataymiz. Qaysi esa birinchisi it. It qismi. It qismi mandash aytgan vaqtda uning ibtidoiy qismi. Tug'ilgan vaqtda mavjud bo'lgan qismi. Bunun asasiyetin nim prinsip bo'yicha ma'nosi huzur prinsipi bo'yicha ma'nosi. Bu odamni huzurga intildirdi. Qanday huzurga esa, masalan, bu vaqtda qanday huzur talab bo'ldi, qanday ehtiyoj talab bo'ldi desa, uningda yemek-ichmek bo'lgan ehtiyoj, uningga ichimlikka bo'lgan ehtiyoj, uning isinishga bo'lgan ehtiyoji, ondan tug'ilishdan boshlab odamda hayotlikni davomlashtirish ehtiyoji, ya'ni jinsiy ehtiyoji taqlim mavjud bo'ldi. Demak, bir odam tug'ilgan vaqtda ibtidoiy men holati tug'ildi. Bu menning alaylik nimasi odamni hayot qilish uchun bizga nurg'ulg'an talablarni o'ttirib qo'yib berdi. Masalan, qo'saq ochganda cho'qim şu qo'saq ichish, tamoq yeyish ehtiyojini paydo qildi. Agar o ehtiyoj qondirilmasa desa, ibtidoiy menda bearamlik paydo bo'lgan gap. Shu bu vaqtlarda odatda qo'saq ochgan amalla yig'lab ketdi. Hargizmi opam tamoqqa ityotdi, men birdam saqlab turib yig'laydi deydi. Yoki bizning tarix qiyg'iz kelib qolsa, darhol tarix qildi. U hargizmi ama opam olgan qimmat gilemti deb o'tolmaydi. Demak, bu vaqtdagi bu ibtidoiy men qanday bo'ldi desa, uni barliq talablarining shu an urundilishini umid qildi. Undan bir narsa yekillendi, ibtidoiy menni alaylik nimasi, o'mush 5 xil ehtiyojni talab qildi va bu ehtiyojlarning darhol shu aman baja keltirilishini, azroqmi kechiktirishni xohlamaydi. Biz bu vaqtni bilan assak bo'ldi. Bu vaqtlar har qanday talabini darhol tayyor qilishni umid qildi. Agar uning talablari azroq oqib so'z olsa, uning badanda bearamlik bo'ldi. Bu bearamlikni yig'lash yoki bo'lmasa, o'zini yaga urush orqali ifodalaydigan gap. Bu bizni so'zlamoqchi bo'lgan birinchi men bo'ladi. Yoki biz bu vaqtlarni yana eslab baqsak, bu vaqtning kallasida boshqalarning, qo'shnamning deydigan tuyg'u bo'lmaydi. U nimani ko'rsa, shuni o'zining meningmi shu deb qaraydi. Shuningga erishgisi kelsa, erishiman deb qaraydi. U hargizim boshqalarni o'ylab o'tmaydi. Nimish qolsa ibtidoiy shu odam huzur beradigan har qanday bir narsaga o'zini intildirdi. Endi Sigmund Freud bu ibtidoiy menga ism qo'ygan vaqtda nim deb ism qo'ygan desa, nemis tili bo'yicha das ist deb ism qo'ygan. Das ist deganning o'zi nim deganga bevosita tarjima qilsak, inglizchadagi it yoki xanzuvchadagi ta degan xatni bildirdi. Endi bu ta degan xat hargizmi odamlarga qaratilgan ta emas. Bu narsalarga qaratilgan ta. Ya'ni bunday u degan gap. Biz ham da Uyg'urchada mayli odam bo'lsin, mayli hayvon bo'lsin, mayli narsa bo'lsin, hamma u deymiz. Ammo ingliz tili, latin tillarida cho'lsa, o'g'ishtiladigan xatlar o'xshamaydi. Demak, bunda ochib aytgan vaqtda Freud bu ismni das ist degan ismni qo'ygan vaqtda odamning mushu ibtidoiy qismini bir xil hayvoniy qismi deb atagan. Hayvonlarcha bir ehtiyoji, hayvonlarcha bir yashash usuli deb qargan. Endi bu xil yashash usuli qachonga davomlashsa, 3-4 yoshgacha davomlashib mengiverdi. 3-4 yoshgacha bu balda asosiyatan mush 5 ehtiyojning skins bo'yicha mush 5 ehtiyojning uni boshqurishi yoki uni mashg'ulot qilish bilan yashaydigan gap. Ammo bag'ansi reallikda biz hammamiz bilamiz, cho'ng bo'ldi hamda. Adam cho'ng bo'lgan vaqt hargizman o'zining barliq o'ylaganlari yoki ehtiyojlariga darhol erisha olmayman deb qarmaydi. Masalan, dars anglayapsizlar, agar birasini qo'z qechib ketsa, darhol qo'poplam, tomoq yeb ketmaysizlar yoki yig'lab ketmaysizlar. Nimish qolsa, chunki real dunyoda yashayapsizlar. Bu xil ehtiyojlarning darhol qondirilmaydiganligini bilasizlar. Shuning bilan ikkinchi bosqichda qaysi men bizga qaytiladi, qaysi bo'lkimiz qaytilsa, reallikdagi men qaytiladi. Reallikdagi menning asosiy roli nima deganda, reallikdagi men asosiyatan huzur men uchun xizmat qiladi manda asbatan. Huzur menning barliq talablarini o'rindash uchun plan tuzadi. Undan bir bu vaqt yig'ladi, tomoq yeb qoldi, nay tizla.
Ama cho'ng bo'lgan vaqt qo'zqashdi. Qo'zqashgan vaqt hargizmi u yig'lamaydi yoki darhol uning ehtiyoji qondirilmaydi. Unda bo'lsa reallikni men qanday qildi bo'lsa, uning qo'zqaytishdek, ya'ni tamoq yeyishdek ehtiyojini chuqur ma'lum usulda qondirdi. Yoki bo'lmasa, sizlar ma'lum odamning qo'lida dağlıq bir üzanlı çıraylık görüngen bir telefonu görüp kaldığınızda İptidayi men nim deydi degan vaqtda ay telefonu almamsa degan bir ihtiyacını koydu. Biroq sizlar unda qılamsızlar, unda qılmaysızlar. Unda reallik ki men sizlar İptidayi men tarafidan o'tirib qilgan bu ihtiyacını qondirish uchun tirishadi. Qanday qilish mumkin? O belki tirishib pul tepib elish mumkin. Yoki bo'lmasa bulab elishi mumkin. Ish qilib, İptidayining ehtiyojlarini bu reallikni men nim qildi desa qamdab mangdi. Albatta bu talablarning ichida İptidayining talablari ichida ba'zi biyman talablar bo'ldi. Bu biyman talablarni reallikni menning o'rindishi mumkin bo'lmaydi. Masalan, bir balaning tuyg'usi uchqisi kelib qolgan bo'lsa, buni reallikni men hargiz buni o'rinlayolmaslik mumkin-da. Hem de adam çoğun buluş jarayonida 6 yaşdan o'tib ketgandeklar prinsip men barliq keldi. Hem de adamning prinsip qismi keldi. Prinsip qismi asosiyatni nimalardan tuzilgan bo'lsa, prinsip qismi odatda ota-onaning uning singdirgan tarbiyalari. Manda qilsang bo'ldi, manda qilsang olmaydi, ma xato, ma to'g'ri deydigan. Yoki jamiyat kodlari degan jamiyatning nizomning qoidalari. Aniki maktabning uning singdirgan to'g'ri xatolik o'lchamlari eng oxirida odam nima shakllantirsa, prinsip meni shakllantiradi. Prinsip menning asos rol nima esa, bunda boshqa vaqtda u insonning bir xil axloq o'lchimini bekitadigan odamda bir xil biyaramlikni, vijdon, numus qilish, qatorliq pushaymon qilish, qatorliq tuyg'ularning hammini yaratadigan qismi. Chunki ibtidoiymenning ba'zi talablari yo'ldan eshib, ya'ni boshqacha bo'lib ketgan vaqtda yoki aqli muvofiq bo'lmay qolgan vaqtda prinsipmen buningda numus qilish tuyg'usini paydo qilib, buni to'sishi mumkin. Unda bo'lsa, biz mush hayotlik jarayonida 3 manbarlik keldi ekan. Birisi nima ekansa, o'zurman, ikkinchisi nima ekansa, realliklik men, üçüncüsü nima ekansa, prinsip men. Unda bo'lsa bir odamni biz odam deb tushunishdan burun 3 xil qismini bilishimiz kerak. Unda bo'lsa men bundaq bir yig'inchoqlab o'tay. Bundaq bir attilashtirib mangayli. Huzurmen qandaqsa, huzurmen reallikka bo'ysundigan narsa emas. U qandaq badan nimani xohlasa, u nimani orzu qilsa, shu talabni bizga qo'yib turib oladi. Reallikni menchu desa, avval bu talabni qo'ydi deyli. Bu talablarning ichida ba'zilar beymani bo'ladi yoki ba'zilarini shu an urundashqa biz amalsiz qolamiz. Bunda vaqtda prinsipmen tusidi. Sen unda qilsang bo'lmaydi, bunda qilsang bo'lmaydi deb buni tusidi. Masalan deyli, bir dada bir balani agar urib qo'ygan bo'lsa, yo tillab qo'ygan bo'lsa, ibtidoiymen nim deyish mumkin, huzurmen nim deyish mumkin, sen nima ish qurdi, sen mana urib olishing kerak. Urib olganda senda bir xil yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi deyish mumkin. Ammo prinsipmen unda qilmaydi. Prinsipmen qanday qildiysa buni tusidi. Yo'q, o sening dadan, unda qilsang qat'iy bo'lmaydi deb buni to'sidi. Undas bu energiya keldi. Undas reallikni men qanday qiladi? Buningga bo'ysunib dadasini uramdi, unda qilmaydi. Unda butunlay buningga bo'ysunib bu energiyani, ya'ni uning ochchig'ini yo'q qilib o'talamdi, unim yo'q qilib o'tmaydi. Unda esa uning tasib bo'lgan ochchig'i nima ketadi? Chunki bu bir energiya. Ashundaq nima qildi dedi. Prinsipmen cho'dsa, unda qilsang bo'lmaydi dedi. Unda bo'lsa qandoq bir taraf qilish kerak? Mana biz, ya'ni reallikni men hozir biz mushni ma'ningimi yomon ko'rinmaydigan, ma'nimi cheklamaydigan usulda bir taraf qilamiz. Qandoq bir taraf qilish mumkin desa, balkim bu bola taloq chiqib müşkün birini tip etiş mümkün. Yoki bo'lmasa tamomda birini urib etish mumkin. Yoki bo'lmasa do'stlar urushib qolish mumkin. Demak, bu usulda yo'tkash usul orqali, ya'ni ochiq hissiyotini ma'lum odamga yo'tkash usul orqali bir taraf qilib etish mumkin. Demak, odam yashash jarayonida ma'ning talablari, ma'ning buni to'sishi asosida bir xil turmush kechiradigan gap. Hamda men bayatdan bir deb o'tib ketdim. Ibtidoiymenning talablarining ichida tamoq yeyish dedik. Ham bu tamoq yeyish cho'ng bo'lgan vaqtda nimaga aylanib ketdi bo'lsa, mol dunyoga bo'lgan intilish qibarlik keldi. Mal dunyoga bo'lgan intilish. Masalan, bu tuyuqsiz buning millioner bo'lg'is kelib ketdi. Sen pul topsan, cho'qim jiqroq pul tepishing kerak deb ma'lum bir narsa o'tirib qo'ydi. Prinsipman cho'sa buni to'sadi. Sen hozir buni topolmaysa, buning uchun sen tirishing kerak. Sening bunda xiyoling xato, hozir boy bo'lishga xiyoling xato dedi. Reallikni men qanday qildi? Reallikni men albatta buning orzusini yo'q qilib o'tmaydi, bostirib o'tmaydi. Ammo ma'ni cho'sa buni yo'q qilib o'tiblam, qilib o'tmaydi. Normal sharoit asida bu qanday qilish mumkin desa, ma'ni ehtiyoj
ehtiyojini har xil usullar bilan, balkim vaqtni so'zash orqali yoki balkim bankini bulash orqali ish qilib, ma'lum usul orqali buning ehtiyojini qamdab berdi. Yoki bo'lmasa, yana bir misol olsak, ibtidoiymenning yana bir asos qaloylik nima desa, hayotni qamdash uchun jinsiy ehtiyojni to'xtamay odam chiqirib turib oldi. Masalan, o'ylaylik, bir bola yo'lda ketib bordi. Bu ketib bilan bir night kelishgan chiroyli bir qizni ko'rib qolgan bo'lsa, buning ibtidoiymen nima deydi desa, sen darhol ash qizning yoniga berib, uni sen ap qechib ket, yoki bo'lmasa sen uning o'zini yaxshi ko'rganligini deb siz menga tegamsizda, yoki bo'lmasa ish qilib, darhol uning qanday tuyg'u paydo bo'lsa, ash qizning oldiga buni intildirdi. Ashning yoniga ba deb intildirdi. Ammo prinsip men nima qilib to'sidi? Bu xato. Sening bunday qilishing butunlay xato. Chunki sening unday qilgan huquqing yo'q. Degan boshqa bir odam bunday qilsan xato bo'lsa, bunday qilsan sen xijil bo'lsan deb har xil prinsiplar bilan buni to'sidi. Unda bu energiya nima ketadi? Reallikni men qanday bir taraf qiladi? Reallikni balkim buning aşı intilishini oqiga so'zish mumkin. Balkim boshqa birisi bilan balduroq to'y qilishga nisbatan ilgiritish mumkin. Ammo bu energiya, ya'ni uning chiqargan energiyasi hargiz yo'qolib ketmaydi. Yoki biroqlam uni o'rindamaydi. Qanday qildi desa, uni o'rindash uchun har xil amallar bilan buni masalan to'y qilish orqali, boshqa birisidan to'y qilish orqali bo'lsa-mu, uning bu energiyasini bir taraf qilish mumkin. Demak, biz odatda turmushda bir odam yashash jarayonida mana shu uch menning odatda o'zaro rol o'ynashi, o'zaro funksiya tuzish bilan yashab mangdigan gap. Unda odamning aslidagi qiyofati qaysi esa ibtidoiymen oldi. Uning reallikdagi hozirgi holati nima esa ma'u. Uning ko'z qarashidagi o'zi kim bo'lsa ma'u. Hamma odam mening iskenchisi bo'yicha mangdi. Mening talab bo'yicha bearam bo'ladi. Chunki har bir qatim talab o'rindalmasa odamda bearamlik paydo bo'ldi. Ama reallikdagi menchi bo'lsa, mushkis o'ttirsida murassa qildi. Mushkis o'ttirsidagi kurashning o'ttirisi kirib qolgan bo'ldi. Ya'ni bizning ibtidoiymen bunday qildi desa, prinsip men buni to'sdi, reallikdagi men mushkis o'ttirisi qilib murassa uchdi. Buni har xil usullar bilan nima qildi degan vaqtda bir taraf qildi. Shun Sigmund Freud bu xil nazariyani o'tirib qo'ygan nima dedi desa, kimning ego, ya'ni mushu reallikdagi ma'noti qancha kuchli bo'lsa, bu ikkisi o'ttirisiga munosabatni yaxshi tanishayalsa, u psixik sog'lom bo'ldi dedi. Agar u butunlay ma'nos kansiz kirib qolsa, eg'ib ketib qolsa, yoki eg'ib ketib qolsa qanday bo'ldi desa, uning hayvoniy qismi eshib ketadi. U chaqda u jamiyatga bo'lsin yoki ma'lum o'zing rayoni bo'lsin, buzg'unchilik xarakterlik. U mandash aytgan yo'ldan chiqib ketgan holatda hisoblanadi. Chunki buning iskansi kirib qolgan vaqtda odam butunlay xato yo'lda bo'lib qoldi. Unda bo'lsa butunlay ma'nos iskansi kirib qoldiganlar bor. Bular bo'lsa, bular jamiyat hammasini qo'rqaydi. Har qanday ish qilish uchun jur'at qildi. Manda qilsam xato, anda qilsam xato, manda qilsam xato deb nurg'un xatolarning ishi kirib qoladi. Unda qanday bo'lsa normal bo'ldi desa, bu ikisi o'ttirishga munosabatni to'g'ri tushunib, to'g'ri bir taraf qila olgan vaqtda ondan bir odam o'zining sog'lom bo'lgan ro'yi kayfiyatini saqlay oladi. Shun biz shu bugungi darsni men so'zlab bo'lgandan keyin sizlar mayli darscha o'zingni maktab jarayonida yoki bo'lmasa shu jamiyatga chiqish jarayonida o'zingizga 3 mingga yaxshi diqqat qilsanglar, buni texmi yaxshi tushuna olasizlar. Sizlar zodi o'zingizning hayvoniy qismiga, ya'ni ibtidoiy ma'notiga bekarak berilib ketib boramsizlar. Yoki o'zingizning prinsipdagi avliyo qismiga bekarak berilib ketib boramsizlar. Bu ikkisi o'rtasida munosabat cho'qim tanishish kerak. Eng sog'lom odam qanday desa, mushuni kuchaytirish. Yani bu ikisi o'rtasidagi muvozanatni. Unda ma'nodagi mazmunlarga nima ta'sir qildi? Buning mazmunlarga birinchi qo'l ta'sir qilgan ota-ona. Shu ota-onaning bir bolaga qilgan tarbiyalari intayin muhim bo'ldi. Agar u bir xato tarbiyani berib qo'ygan bo'lsa, u chaqda prinsipmanda to'g'ri prinsiplardan boshqa qiysan bo'lmaydigan xato prinsiplarmi ba'zida yushilinib qoladi. Bunda yushilinib qolgan vaqtda bu bola cho'ng bo'lgan vaqtda qiysin bo'ldigan ishni prinsipmanning tufayli qilolmaydigan, jur'at qilolmaydigan ahvollar kelib chiqadi. Masalan, men nurg'un ota-onalarning masalan bolalarning kiyim masalasidan jiqaplashib oldiganligini jiq ko'raman. Masalan, kiyiming mehnat bo'lib kelsa bo'lmaydi deygan. Unda esa prinsip menga qanday bir mazmun qaytilsa, kiyim mehnat bo'lmaydi dedi. Unda esa
İptidoiy men olsa mehnat qil, sen ashundoq to'xtamay u yerda o'yna yak daraxt yamash yoki dumlab o'yna deb huzurga boshlaydi bu munosib qilganda. Maç olsa kiyim mehnat olsa bo'lmasa unda qilsang bo'lmaydi dedi. Unda qaysi to'g'ri? Demak bir balaning hozir kiyimini mehnat qilish to'g'rimi yoki prinsip men bo'yicha kiyimini mehnat qilmaslik to'g'rimi deganda bu albatta kiyimini mehnat qilgani to'g'ri. Nemish kiyimini mehnat qilgani to'g'risi? Bir kiyimini mehnat qilgan bola nimani tushuntirib tursa, uning muhit bilan bo'lgan aloqasining kuchayotganligi. Uning muhitga bo'lgan tushunchasining kuchayotganligi, harakatining ko'p bo'layotganligini tushuntirdi. Bundaq bolalar uchun cho'ng bo'lgan vaqtda uning dunyo ko'z qarashi bo'lsin yoki qimmat ko'z qarashi bo'lsin, ilg'orroq bo'ldi. Mabal kiyimini mehnat qilmaslikqa tirishgan bolchi bo'lsa, cho'ng bo'lgan vaqtda buning kiyimini mehnat qilmaslikqa bo'lgan prinsipidan keyin o'zgarib, uni nurg'un ishlardan, balkim orzusini amalga oshirishdan yoki o'zining o'ylaganlariga jur'at qilolmaslikdan yoki ashuni qilsam xatomiki deb o'ylab qilishini keltirib chiqaradigan gap. Shunga ota-onalar prinsipidan shakllantirgan vaqtda diqqat qilmasa, ba'zi o'sha xato bo'lgan qilmaslik kerak o'y fikrlarini singdirib qo'ysa, bola bunun ta'sirida o'zining ibtidoiy intayin bir kuchliq bir g'oyiviy tuyg'ularni amalga oshira olmaydigan bo'lib qoladi. Shunga bolalarda men bayatım bir deb ketdim, ush deyish mumkin bu. Ammo prinsipman bo'lsa ushsang bo'lmaydi, xato deyish mumkin. Endi bu ush degani qaramoqqa mumkin emasdek turgan bilan amaliyotda bu ibtidoiy menning odamni nimaga intildirishi degan vaqtda yuqoriga intildirish bo'lishi mumkin. Balkim bu vaqtda biz albatta ibtidoiy menga bo'ysunishimiz mumkin. Garchi biz ucholmasakmi, ucha oladigan narsa yasalishimiz mumkin. Shunga bu ikkisiga qandoq bir taraf qilish, qaysiga ba'zida bo'ysunish, qaysini ba'zida rad qilish bu bek muhim narsa. Agar siz butunlay ma'noni kirib qolsangiz, men bayatnim hech nimani qila olmaydigan bir holat bir Bırakılmanın kırıp kalsınız çözse, daimlam çatak terip koyduğun hata işlerini, bular mı mandaş bırakan vaxtda bədininiz, royutunuzu baş kurup koyduğun ahvallar kep çıkıdı. Mesela, ma bir at bolsa, ma çevendaz, ma royutumuzda, ma beden, bu at minib ketib bardı çevendaz bu at ne? Bu toğra çünkü ma çevendaz ma beden yiteklep mağdı. Eğer navadi kirek bu manda bop qalsa, yani çevendaz aslında at üstüdü bulab manda minib qalsa bu hata buldu. O çağda beden çevendazni halsızlandırıyordu ya komisa eğir derece yarlandırış mümkün. Şuna biz üzümüzün ihtiyaçlarının zade ibtidoiy menden kilovatamdı, prinsip mende kilovatamdı. Qaysi ihtiyaçlarımız toğra. Bunu çokum toğra yiteklep, toğra düşünüp menişimiz gerek. Mesela men bir misal ko'rsam, Akuraytlarni misal qilsam, Akuraytlarning hikoyasida mesela Aypran keşif qilgan. Bular aslida padchi. Bir kuni bu dadisidan pad beqib ketib qolgan vaqtda tuyuqsiz turnalarni ko'rib qoladi. Bular so'raydi dadisidan, dada turna nega ketib bordi deganda, dadisi bu bolalarga turna jannat ketib bordi balam deb qo'ygan. Shunda vaqtda bu bola nima degan desa, unda bu turnalar opam boyaga bordi ekan degan. Dadisi to'g'ri opamning boyaga bordi deb qo'ygan xolos. Endi Akuraytlarning mushu vaqtdagi huzur men nimasi opsini ko'rash. Chunki opsini ko'rashmi huzur. Unda prinsip men nim qildi desa, sen ko'ranmaysan. Mumkin emasan, ucholmaysan, sen unda qilsang bo'lmaydi dedi. Ammo Akuraytlar bo'lmaydi bu yashadimi yoki mushu huzur menni qondirman dedimi? Albatta bular hargiz buningga prinsip menga bo'ysunmadi. Uchalaydiganlikqa cho'nqir ishondi. Endi bularning uchiq bo'lgan intilish nerdan kelgansa, onasini kurashga bo'lgan ehtiyojdan kelgan. Onasini kurashga bo'lgan bu xil ehtiyoji dal shu vaqtda, padishki vaqtida, ya'ni balliq vaqtida yo'qolib ketganmi, yo'qolib ketmagan, balki yushrin ongda saqlangan. Uchiman, hamon bir kun uchiman deb. Nimish qalsa onasini kurashga bo'lgan ehtiyoji yuqori. Shundan bular cho'ng bo'ldi. Buning uchiqi bo'lgan orzusi eng oxirida bularni mexaniklikdan odamning o'ylashqimi yasash u yoqda tursin, o'ylashqim jur'at qilolmagan aeroplan yasashiga sabab bo'lib qolgan. Shunga biz ba'zida bolalarning bu xil ibtidoiy orzularini hargiz butunlay cheklab etsak bo'lmaydi. Balkim u Akuraytlar qanot qaqib ucholmagan bilan
Biroq ular ufchalaydigan ayıplarni yasadi. Demak, ba'zi bolalarning ashundaq ibtidoiy orzulari eng oxirida ularni g'oyat zo'r muvaffaqiyatga boshlab bordi. Endi men sizlarga so'zlab, keyin buni hozir so'zlab turganim nima degan vaqtda, normal sharoit ostida men bayatında har xil maskalarda yashaydi, o ibtidoiy holatini yushirdi dedik. Unda esa ibtidoiy holatini yushirish uchun boshqa ifodalash kerak. Chunki ibtidoiy menning chiqargan har bir ehtiyojning o'zi bir energiya. Bu yo'q qilib o'tmaydi buni. Faqat burmilib o'tadi, boshqa yoq urib o'tadi yoki o'zgartirib o'tishi mumkin. Unda bo'lsa mush orqali odam o'zining aslidagi holatini yushirib qoladi. Mana dashib qolgan maskalarni taqab yashaydi. Unda men tuvanda sizlarga odamlar ko'p ishlatgan 5 xil maskani tushuntirib manaman. Muş 5 xil usulni bilib olganda sizning o'zing aloqalayotgan odamlar bo'lgan tushunchalar, eng muhimi o'zingizga bo'lgan tushunchalar eshib bordi. Bu xil 5 xil niqob yoki 5 xil mudofaa mexanizmi deb qo'yamiz. Qaysi esa sublimatsiyalash, yo'tkash, proksiyalash, inkor qilish, ta'tir ifodalash. Ammo sublimatsiyalash degan nima esa, sublimatsiyalash deganimiz o'zdagi ba'zi xiyollarni, energiyalarni, mayli g'azab bo'lsin yoki muhabbet bo'lsin, uni boshqa yoqqa yo'tkitish. Masalan, akroitlarning onasini sig'inishga bo'lgan bir xil kuchliq ehtiyoji, onasini ko'rishga bo'lgan ehtiyoji. U ko'ranmaydi onasini. U mumkin emasda. Prinsipman uni dedi-da, sen onani ko'ranmaysan dedi. Ammo u onamni ko'raman dedi. Unda reallikni men qanday qildi? Buni boshqa bir sohaga yo'tkib etdi. Ya'ni u bo'lsa-mu, kuchli bo'lgan qizg'inlikqa, ayirplan yasashga o'tkazib Yakomis men bunda tushundiray. Men sizlar gap talashib qoldim. Siz mendan kuchliq, siz meni tilidingiz. Mening shunda ochig'im keldi. Men sizni berib urmoqchi bo'ldim. Biroq men uranmayman. Nima ish qildim? Siz cho'ng, kuchliq. Bunda vaqtida men qanday qilishim kerak? Mening shunda o'g'im keldi, biroq sizni qarasam cho'ng. O'g'im keldi, biroq sizni qarasam turib qoldim. Unda esa bu energiya shekli. Bu energiyani nega gapirma? Balki men darhol uyga berib ma'lum kitoblarni yetib o'tishim mumkin. Yoki kirjib turaverishim mumkin. Yoki bo'lmasa tam usib o'tishim mumkin. Ish qilib bu energiyani men ma'lum bir nuqtaga taqoqlashtirib o'taman. Masalan, dunyoda dangliq Picassoning dangliq ressam bo'lib ketishga sabab nima degan vaqtda bu bir umr hech qanday ayol zoti bilan to'y qilmagan. Demak, buning ayollar qiziqmamligini qiziqdi. U mu yaxshi ko'rgan. Ammo uning yosh vaqtida ma'lum bir qiz tarafidan rad bo'linib ketishi, butunlay bir xil kuchliq bir xil azob shakllangan. Bu azob nimaga ko'chib ketgan eng oxirida desa, rassomlikqa ko'chib ketgan. Şu bunun rasmlarda bir xil kuchliq azob, bir xil kuchliq hissiyotni ifodalash shakllanib chiqadi. Demak, bu xil usulni biz nima deymiz desa, sublimatsiyalash usuli deb qaraymiz. Sublimatsiyalash usuli, yo'tkash usuli, sublimatsiya usuliga o'xshaydi. Biroq yo'tkash usulining bir farqi bu ma'lum odamdan yoki o'zining kelgan ma'lum mayli pasmi yoki aktiv kuchliq ehtiyojlarni yana bir odamga, ojiz bir obyektga yo'tkaydi. Masalan, buni qanday o'ylaymiz degan vaqtda bayatdan qism deylik. Bir bala yoki bir odam shirkatida yoki xizmat o'rnida o'zining nima deb qo'yamiz, boshliqi yoki xo'jayinidan tilishdi. Demek bu tilishgan vaqtda uningdimi bir xil o'zini bearamlik paydo bo'ldi. İbtidoiy men bu bearamlikdan şey uchun senmi tilla, senmi gap yandu, senmi uningga nim degan bo'lsa, nim ish qilgan bo'lsa yondirib deb deydi ibtidoiy men. Ammo prinsip men nim deydi bo'lsa, yo'q, bunda qilsang bo'lmaydi, o'zini xo'jayining agar shunday qilsang, sen xizmatdan qolsang va kazalar orqali buni to'sidi. Unda bu qanday qilish mumkin? Bu balkim buni sal bexatar bir obyektga yo'tkish mumkin. Kimga yo'tkish mumkin desa, balkim uy ko'rib ayoli bilan so'qish mumkin yoki ayolini tillab qo'yish mumkin yoki ayolini. Agar ayol bo'lmasa, bolalarni tillab qo'yish mumkin. Agar bu ayolni tilladi, ayol ochiqlandi, ayoli yo'ldishiga gap yandiranmadi, chunki yo'ldishida. Prinsip men uni to'sidi, sen unda qilsang bo'lmaydi degan kuchliq bir nim deb. Unda siz ana qanday qilsa, ana balkim balini tillab qo'yish mumkin yoki balini urib qo'yish mumkin. Yoki bo'lmasa öğleni süpürüp hizmet kılıp o açıkını taqtish mümkün. Demek yo'tkash usuli qandaq narsa esa, yo'tkash usuli ma'lum bir ochiq energiyani yoki ma'lum bir g'azabni yoki ma'lum bir ishtiyoqni
ma'lum odam chiqarilmagan vaqtda uni boshqa bir odamga yo'tkib o'tish usulini deymiz. Masalan, ba'zi yoshlar odatda maktab tugagandan keyin yoki ma'lum bir yosh mazgili kelganda ota-onalar urushadi. Ota-onasi nima desa uning gap yondirdi. Uni desimlar, unim desimi qaydaydi degandek batnaydi. Bunda vaqt ota-onalar bolalar nima yuz berganini bilmay qoldi. Amaliyotda bolalarning bu xil nima ota-onasiga bo'lgan bu xillikqa nima deb qo'yamiz, qarshilik psixikasidan shakllangansa, bu bolaning jamiyatda yoki muhabbat ishlarida yoki o'zini xizmat ishlarida ma'lum o'ngishliqni uchraganligini darak berdi. Yoshlar jamiyatda ma'lum o'ngishliq uchragan vaqtda bu o'ngishliqni bevosita shu manbaga bevosita chiqarolmaydi. Ne chiqardisa, uningga bexatar bo'lgan obyekt. Uningga shu vaqt eng bexatar obyekt nimasi ota-ona. Ota-onaga buni chiqarib ifodalaydi. Shunga ota-onalar bolalarning mushkul holatini o'ylagan vaqtda hargiz buni ko'ngli qilib kesolmaydi. Buni chuqur to'g'ri tushunib, bolasining shu vaqt ro'y kayfiyatining nacharligi, uning ma'lum bir ishda o'ngishsizlik uchrayotganligini bila olamiz. Ba'zi xushal kayfiyat bo'ladi. Masalan, ma'lum bir qiz deylik, ma'lum bir qiz o'zining to'y qilmoqchi bo'lgan yigitidan yaxshi bir gaplarni angladi. Bu qiz nihoyat xush bo'lib ketdi. Xush bo'lib ketib, bu o'zining bu to'y qilmoqchi bo'lgan bolaga o'zining xushalligini ifodalamadi. Chunki buni yushirdi ko'pincha ahvolda. Bu qizga bu xushallikni qanday ifodalash mumkinsa, uyga berib yaxshiroq tomoq yeyib o'tish mumkin. yoki bo'lmasa opasiga yaxshi muomala qilish mumkin. Endi buni opasiga yaxshi muomala qilish, tuyuqsiz yaxshi tomoqlarni yetib ketish haqiqatan shu narsa uchun emas, undaq emas. Balkim ani ifodalamay turib, ma'noga ko'chmalar ifodalashdan darak berdi. Uchinchisi qaysi esa proksiyalash usuli. Ham proksiyalash usuli degan qanday desa, bu xil usulda odatda yüzdeki xiyalni bevosita ifodalamasdan boshqalar orqali ifodalash. Masalan, 8 yoshli bir bola ning karton film ko'rgisi kelib ketdi. Ota-onasi boshqa bir xabar film ko'rayotdi yoki kino ko'rayotdi. Biroq bu 8 yoshli bola shu vaqtda karton film qo'ydig'ini biladi. Uning darhol mening karton film ko'rgim bor deydi. Biroq bu 8 yoshli bolada azroq logik shakllandi. Unda desa ota-onasining xapulayligini biladi. Unda bu 8 yoshli bola qanday qilish mumkinsa, darhol o'zining inisiga döngib, mening inimning karton film ko'rgisi bor ekan, mushning karton film ko'rgisi bor deb, o'zining asli ko'rgisi bor narsani qarshi tarafga yo'tkazadi. Yoki ba'zilarning qusqin ochqanda degan gapni anglaymiz. Amaliyotda uning qusqin ochqanda degani nimani ifodalaydi desa, mening qusqim ochdi degan ifodalaydi. Yoki ba'zida uburniga boramsa deb so'raydi. Uburniga boramsan yoki uburniga bordingmi deganning o'zi nimasi? Mening uburniga borgim keldi deganni ifodalaydi. Shunga bu xil proksiyalash usulini qanday narsasi o'zidagi bir xil hissiyotlarni boshqalarga döngeç orqali boshqalarning vujudidan tepish. Masalan, ba'zi ayollarning yo'ldoshiga qo'shnimiz palani uzib qopdi deyish mumkin. Unda ise yo'ldoshi bu vaqt nimda javob berish mumkinsa, sen haqning shular nima qaring deyish mumkin. Amaliyotda bu ayolning qo'shnimiz uzib qopdi yoki qo'shnimiz manda qilibdi degani amaliyotda mening ashunda qiyg'im bor demoqchi. Buni nimaga döngaydi degan vaqtda darhol yoki bo'lmasa bu ayolning tomoq yetkisi kelmay qoldi. Talada o'zining yo'ldoshi bilan tomoq yegisi kelib qoldi. Bunda vaqtda bu ayol hargizmi mening tomoq yegim kelib qoldi talada demaydi. Nima deyish mumkinsa, "Ma bolaning bugun talada tomoq yegisi kelib qoldi. Mush balliq bir talada kebab pulamdi, ma'lum narsa appasi qandaq deb ifodalaydi." Amaliyotda bu kimning xiyoli degan vaqtda amaliyotda onaning xiyoli hisoblanadi. Shu proksiyalash usuli nimasi? O'zidagi bu xil hissiyotlarni darhol kimlarga yetkazish degan vaqtda bolalarga yetkazish hisoblanadi. Ammo proksiyalashning yana bir usuli o'ziga proksiyalash, ichki proksiyalash. Ichki proksiyalash degan nima? Deganda siz masalan ma'lum narsaga erishmoqchi, biroq uning erishamadingiz. Talab borda, ashunga erishganingiz bor. Ammo uning ma'lum sababni erishamadingiz. Bunda vaqtda qanday qilishingiz mumkin desa, ashunasiga erishgan bo'lib yashanishingiz mumkin. Masalan, ba'zilar yolg'onchilik mushunday keldi. Masalan, birisi televizor ko'rib dengiz bo'yini ko'rdi. Uning dengiz bo'yi shunday pag'as keldi. Biroq u dengiz bo'yi borolmadi. Bu vaqt u nima deyish mumkinsa, men palana vaqtda kichik vaqtimda dengizga borgan, anda qilgan, bizning o'ydagilar meni u yerga borgan, bu yerga borgan deb, oxir o'zining xiyolini o'tmishdagi reallik aylantirish orqali qanoatlantirdi. Biz buni o'ziga proksiyalash deb ataymiz. To'rtinchi qaysi esa inkor qilish. Bu mundaq aytgan vaqtda qo'l yetmagan shaptollar deb qo'yamiz, ochiq deydigan mundaq bir xil nimaga tushadi. Nurg'a odamlar o'zi erishmoqchi bo'lgan, erishaolmagan bo'lsa ma'lum narsani, o'zi erishaolmagan narsalarni inkor qilib, uning nachar yerlarini deyish orqali bundan qutulib chiqish mumkin. Masalan, bir odamning tuyuqsiz bir xil
televizor ağız kelib qoldi. Biroq bu televizorni ololmadi. U vaqt bunda qanday qilish mumkinsa, bu televizor mandaqni achar, andaqni achar, bu televizorning mandayir bo'lmaydi, yoki tok sarfiyati ko'p deb mandaq holatda bu televizorni inkor qilish orqali qutulish mumkin. Yoki ba'zi yoshlarning masalan yoshlarda ko'p ishlaydi bu. Yoshlar o'zi erishmoqchi bo'lgan narsani inkor qilishga nihoyat usta bo'ldi. Yoki bo'lmasa ma'lum ishni qilishga jur'at qilolmaydi. Nimishga jur'at qilolmaydi desa, uningdan rad bo'lib ketishdan ansiraydi. Rad bo'lib ketishdan ansirganlik uchun u qanday qildi desa, u erishmoqchi bo'lgan narsani yaxshi ko'rmas bo'lib qoldi. Masalan, bir yosh bola ma'lum bir qiz bolani yaxshi ko'rdi. Ammo uning oldiga berib dodil deyamas mumkin. Nimish deyamaydi desa, u qiz tarafidan rad bo'lib ketishdan ansiraydi. Odam badani bundaq rad bo'lishdan intayin bir xil qo'rqadi. Shung bu bola nima deyish mumkin desa, men qiz bola qiziqmayman deblam, uni inkor qilish orqali aql hissiyotini ifodalash mumkin. Biz buni odatda inkor qilish deymiz. Endi yoshlardagi bu xil holat intayin bir xil xato holat hisoblanadi. Chunki odamning ma'lum narsadan rad qilinishdan qo'rqishning o'zi bu odamni intayin passiv holatga tushirib qo'ydi. U hech qanday ishga jur'at qila olmaydi. Nurg'un ishlarni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib oldi. Nurg'un ishlarga ehtiyoj yo'qdek ko'rinib oladi. Bu nimani keltirib chiqardi? Nimish qundaq bo'ldi desa, u ashningdan mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqaydi. Mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqqan vaqtlar uni yaxshi ko'rmas bo'ldi. Yoki masalan boshlang'ich yoki o'rta maktabdan bolalarni o'ylasak bo'ldi. O'rta maktabda ba'zi bolalar matematikani yaxshi ko'rmaydigan bo'lib oldi. Chunki matematika o'rgansimi, o'rganmasligidan, matematikani o'rganibmi, bilinmasligidan ansiraydi. Bunda vaqtda bu qanday qilish mumkinsa, matematikani yaxshi ko'rmaydigan, matematika xushi yo'q holatga kirib olish orqali o'zining aql hissiyotini yushirish mumkin. Bu qanday xarakterni keltirib chiqardi desa, odam bir xil jur'atsizlikni keltirib chiqardi. Masalan, dağlıq faylasufning Demokritning mundaq bir qizqarlik hikoyasi bo'lgan. U har kun et deganda qo'pab, haykaldan pul so'ragan. Pul va deb. Kishilar bundan har xil qiziqib qolgan. Qo'shni so'rgan, "Siz bu haykaldan nima deb pul so'raysiz?" degan vaqtda Demokrit, "Chunki men o'zimni rad qilinishga ko'ndiryapman" degan. Demak, odamning boshqalar tarafidan yoki reallik tarafidan yoki o'z orzular tarafidan rad qilinishning o'zi amaliyotda odamga intan foydali bo'lgan vitamin hisoblanadi. Biz qancha kishilardan rad bo'lgan sari rad qilinishning unchalar cho'ng ish emasligini yoki uning qo'rqinish emasligini his qilamiz. Bunda bo'lgan vaqtda cho'sa har qanday ishga jur'at qilishga urindigan gap. Bu har qanday bir yoshlarda yetilishga tegishli bir xil xarakter. Kim rad qilinishdan ansirgan sari uning jur'atsizlik, passivlik kelib chiqadi. Unda 5-chi ta'tir ifodalash. Ta'tir ifodalash degan qanday desa, bir odamning ikki xil hissiyot bo'lib qoldi. Bir vaqtda ikki xil hissiyot bo'lib qoldi. Ikki xil hissiyotning birisi kuchli, birisi ojiz. Bunda vaqt odam qaysi ifodalaydi desa, kuchli haqiqiy hissiyotni ifodalamay, ozroq hissiyotni ifodalaydi. Masalan, ikki do'st var masalan, mashkan do'stda. Bu ishkanlarning ishlarida birisi ma'lum intami qatnash, aspirantlik deb turaylik, aspirantlikqa qatnashdi. Yan bir siz aspirantlik qatnashmadingiz. Endi bu yaqin do'st. Yaqin do'stlar orasida hargizmi qarshi tarafning o'zining do'stining uningdan bek olqib taraqib ketishni xohlab ketmaydi, ko'rmaydi. Undaq bo'lishini ko'rmaydi. Bu hargizmi uning nachar do'stlik emas, uning psixologiyasi. U albatta bearamlik bo'ldi. Chunki ular birga cho'ng bo'lgan do'sti, birisi intam berib, uningni o'tib ketsa, bu qiz uning bamsa, u chaqda qandaq kayfiyat paydo bo'lsa, ma qiz chuqur bearamlik paydo. Bu biz buni to'g'ri tushunmasak bo'lmaydi. Unda esa bu qiz sizda masalan o'zingizning do'stingiz nisbatan ikki xil hissiyat paydo bo'ldi. Birisi do'stingizning o'tolmasligini umid qilasiz. Shu kuni uxlab kelishini umid qilasiz. yoki shu kuni intam kuni butun sunib ketishini umid qilasiz. Chunki sizda bearamlik tuyg'u shu vaqt hal bo'ldi. Yana bir xil tuyg'ungiz nimasi? Prinsipman dedi, bu sizning do'sting. Sen u o'tib kelsan xo'sh bo'lishing kerak, do'stiga mundaq bo'lish kerak dedi. Bu hissiyotingizmi bor? O'tib ketishni ham xohlaysiz, o'tolmasligini ham xohlaysiz. Ammo sizning uni o'tolmasligini xohlashingiz bir qadar kuchli bo'ldi. O'tishni xohlasangiz ojiz bo'ldi. Bunda vaqt qaysini ko'tarib chiqishingiz mumkinsa, darhol ojizini ifodalaysiz. Adash chuqurmush intamni o'tib ketang, hargiz uxlab qolmang yoki hargiz butun sinib ketmasin deyish orqali qarshi tarafga ojizini ifodalab chiqishingiz mumkin. Yoki ba'zi ayollar bor. Masalan, bu turmushda har xil ishlar tufayli uning yo'ldoshi masalan, ma'lum bir xatolik sodir qilib, bu ayolning ko'ngliga tegadigan bir ishni sodir qildi. Unda bu ayolda ikki xil xiyol mavjud bo'ldi. Birisi yo'ldoshni bek yaxshi ko'rdi. Bu turmushning buzilib ketishini xohlamaydi. Yana birisi yo'ldoshining bu xil qilgan ishiga nisbatan norozi.
Unda bu ayolda ikki xil ko'z qarash tangli mavjud bo'ldi. Uyini saqlab qilish, yana birisi buningdan ayrilish, ya'ni buningdan ajrashish orqali buni bir taraf qilish. Unda ayollar bu ikkisining qaysi kuchli bo'lsa, yanla agar uyini tutib turish, yanla yo'ldishiga bo'lgan umidi kuchli, ya'ni mushu uyini mayli, men yanla yo'ldishimni yaxshi ko'rmam, uyini tutib turman degan idis kuchli. Ajrashiman degan ojiz. Unda bu vaqtda ayollar qaysi ifodalaydi desa, ojizni ifodalab, men ajrashiman deb turish mumkin. Emniyet bu ayolning ichiga chiqib chiqsaq, asli kuchli idis ko'z qarash demasa, hargiz ajrashmaslik. Bunda vaqtda o kuchli qayliqqa mening yanla ajrashqim yo'q, men yanlam bo'yini sizni yanlam kechirib o'talayman yoki mening arzuyim ma'ni ifodalamay kuchliqni. Nimani ifodalash mumkinsa, ojizni ifodalaydi. Şuna biz ba'zi vaqtlarda nurg'un ahvollarni qarasak, kishilarning degan gapi amaliyot uning aslidagi hissiyat bo'lmasdan qarshi hissiyat hisoblandi. Masalan, bir qizning ikki do'sti, ya'ni ikki do'stni misol qilaylik, birisining ko'ngli shundoq yerim bo'ldi. Endi ma do'stida ikki xil hissiyat paydo bo'ldi. Bu birisi uning ko'nglining yerim bo'lgani, ya'ni do'stining kelishmas kuchligini uningda yaxshi tuyg'u paydo qildi. Bu odamning o'zining tabiiy ashunda xarakteri. Yan birisi bo'lsa, u do'stining undaq bo'lib qolishini xohlamaydi. Amma buni xohlamaydigini, undaq bo'lib qolish xohlamaslik sal ojiz. Uning ayndaq bo'lib qolganini ko'rish sal kuchliq bo'ladi. Undaq bu qaysini ifodalaydi desa, ojizni ifodalab, do'stining bundaq bo'lib qolgandan o'zining ko'nglining yerim bo'lganida uning tasalli berishi mumkin. Amma bunisi largizmi, u mening xato do'stim ekan, u men mushunda qilyapsammi, mushunda o'ylabdi deb o'ylayapsangiz bo'lmaydi. Bu odamning psixikasi. Mana mushun tushungan vaqtda bir narsa borlik keldi. Nimasi? Kishilarni kechirib Kishilarni kechiruvchi odam o'zini majburlaydigan bir xil xarakter emas. U psixikini o'rgangan holda tabiiy kishilarni kechirib oladigan bo'ldi. Faqat kishilarni kechirib etgan vaqtda nima shakllandi bo'lsa, ondan uningda bir xil ro'yi yeniklik paydo bo'ldi. O'tgan men bir qiz bilan paranglashib qoldim. Bu qiz o'zining eng yaqin do'sti bilan 10 yildek gap qilishmabdi. Shundoq yaqin do'st keldi. Bu 10 yil jarayonida bu qizning psixikasi ig'ir darajada chataq chiqadi. Hatto gap so'zlarda eg'ib ketadigan, diqqat chechiladigan, asliyanmaydigan, to'liq yig'laydigan bo'lib qolgan. Eng oxiri bu qizni men psixoanaliz qilsam, aslidagi do'stini intan yaxshi ko'rdi. Biroq kechirib yetmagan. Buni kechirib etish qandoqdir bir odamni zo'rlaydigan narsa emas. Bo'ptilar, sen uni kechirib et deganga bir odam kechirib etmaydi. Ammo biz ma'qul psixikani, ya'ni odamning aslidagi holatining aslidagi psixikasining mushunda tuzilganligi, u qandoqdir uning nachar odam ekanligi emas, psixikasining shunda bo'lganligini tushunsak, biz kishilarni tabiiyla kechirib olamiz. Demek, bugünkü dersimizde biz mana 5 xil usul orqali odamlar o'zining asli holatini ifodalashni o'rgandik. Agar mushuni biz yaxshi tushunib olsak, nurg'un vaqtlarda bizning psixikimizning sog'lomlashishiga foyda bor. Unda bo'lsa darsimizni shu yerda oyoqlashdi. Tushunmagan savollar bo'lsa, so'rasang bo'ldi. Siz Muallim şu sublimatsiyalash bilan yo'tkash ikkisining farqi to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsiz. Sublimatsiyalash bilan yo'tkash amaliyoti bir-birisiga o'xshab qoldi. Buni menda tushuntiray masalan, siz mening ochig'imni keltirdingiz. Men turqis qalamni otqim keldi. Biroq qarasam, siz kuchliq. Men qo'rqdim yoki men hisobdan otammidim. Endi buni otanmaganligim uchun men qanday qilish bu energiya keldi-da bu. Kelgandan keyin men balkim bu qalamni yeyib o'tishim mumkin. Yoki uyga berib muzdek doğ içi ütüşüm mümkün. Yakumuz tuyg'usiz şiirlarni ezib ketishim mümkün. Degandek maynergan boshqa sohaga qaytib bitimanda. Bu nimani direkt berdi degan vaqtda nurg'ulg'an muvaffaqiyat qozonganlarni ko'rsak, amaliyoti bularning balliq davrini o'ylasak, balliq davrida chuqur bularda meyli bayatın akroitlarni tilg'agandek bir xil musbat bir xil ashundaq anısını seg'inishdek musbat bir xil hissiyat paydo bo'lganlik tufayli bular uftiqazlanib ketadi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir g'azab tufayli uftiqazlanib ketadi. Masalan bir kuchliq ayol deb qo'yamiz, muvaffaqiyatchi ayolning oqida bir razil qo'lba deydigan gap bor. Bu nimadan tushuntirilsa, bu ayollar nemish tuyuqsiz uftiqazlanib ketishi mumkin. Balkim uning
oil turmuşida o ma'lum bir azap uçurgan vaqtda buni shu odam chiqarmasdan o'zini jamiyatda aktivlashtirish, shifolash orqali Aşının ya kösüplaş arqılıq o energiyani başqa narsaga taqitmoqli hisoblaydi. Shunga bu xil narsaning o'zimi odamda ba'zida turtkilik nima o'taydi degan vaqtda bir xil turtkilik ijobiy funksiyasi bor, ijobiy roli bor. Albatta buning salbiy tarafı var. Mesela kichik vaqtida ota-onasining diqqatiga erishishga to'liq muyassar bo'lmagan bola qanday qilish mumkinsa, keyin jamiyatda ma'lum bir yomon ishni qilish mumkin. Chunki yomon ish qilgan vaqtda jamiyat to'pi, jamoat to'pi uning diqqat qilishga boshlaydi. Balkim shu diqqatni to'liqlayman deb, ya'ni onasidan, ota-onasidan olmagan shu diqqatni jamiyat to'pidan olaman deb balkim jinoyat yo'liga chiqib ketish mumkin. Chunki shu xil usulda jamiyat uning diqqat qiladi. Şuna bu xil subulmasiyalash usulini ham aktiv ham passiv shaklda bo'ldi. Siz, yo'q. Yo'q siz. Yaxshimisiz Ali muallim? Men so'rab baqsam, shu so'zlayotgan energiya biz ham hisobda to'liq o'tirdi bir qitim uchrashganmiz energiya degan so'z bilan. Endi sizning mush darsingiz so'zlayotgan energiya degan so'z bilan bizning mush to'liq o'tirdi deyilgan energiya o'xshashmi yoki sizning bu energiyangiz ma'lum xil shaklda o'xshatish yoki bir xil simul xarakterga egami? Bu yaxshi bir savol bo'ldi. Ham bizning bu yerda da'vatgan hissiyot energiyalarimizning hammasi amaliyotda amaliyotdagi fizikadagi energiya bilan hech qanday farq bo'lmaydi. Sigmund Freud bu nazariyani deyishdan burun Brook va Mayner qatorliq biologiyashunoslarning ta'sir ushtirgan. Masalan, o ifodalaganda mundaq bir narsani ifodalagan. Ya'ni bir sirtqi g'idiqlanish, masalan, odamda har qanday vaqtda bir g'idiqlanish mavjud bo'ldi. Masalan, kuchliq nur kelgan bo'lsa bizga bu g'idiqlanish, biz buningdan o'zimizni olib qocha olamiz. Ammo ichimizdan bir kuchliq g'idiqlanish kelgan, biz buni olib qocha olmaymiz. Chunki olib qochimiz degan sir bu bizni soyga o'xshab bizga agishib oladi-da. Unda o'z bu g'idiqlanish yoki bo'lmasa hissiyotdagi bu xil talablar. Masalan, ochiqni deylik. Ochiqlarning hammasini bir g'idiqlag'ish desak, bu odamda bir xil bearamlik tuyg'u paydo qildi. Ammo bu bearamlik tuyg'uning o'zi bizning nerva hujayralarining ichidagi eng kichik birlik neyron deb ataymiz. Men neyron deb atsak, neyron signal berdi. Sen bearam bo'lding deydi. Ammo bu bearam bo'lding degan vaqtda bu bir buning darajasi, bu energiyaning darajasi, bearamlik darajasi. Mushu neyronni portlatib chiqarishga, ya'ni yan bir neyron bilan sinaps yasashga yetarlik bo'lmasa, yerim to'lab qolgan bo'lsa, masalan, shar. Bu shar portlamaydi, harakat paydo bo'lmaydi. Masalan, siz isib ketdingiz, isib ketdingiz, ammo bek isib ketmadingiz. Turiverdingiz. Isib ketdingiz, yana isib ketdingiz, yana isib ketdingiz. O'yning temperaturasi o'rladi. Ma'lum nuqtaga borgancha chuqum chapan selaysiz. Demak, isishdan bo'lgan bearamlik dastlabki ojiz bo'lganlik uchun, men ojizroqda men neyronni portlatib chiqaramadi, harakat paydo qilamadi. Ammo keyin ma'lum nuqtaga borgan vaqt shu degan vaqtda neyronlar to'liq to'shgan vaqtda bu xil bearamlik tuyg'ular, g'idiqlanishlar bevosita harakat shakllanib chapiningizni sog'z yutadi. Yoki bo'lmasa biz gap talashyapmiz. Azroq ochig'ingiz keldi. Ammo gap qilmadingiz. Chunki o g'idiqlanish, ya'ni sizning ochiqdan kelgan bearamlik tuyg'ungiz tehi neyronda to'liq portlash hosil qilib, yan bir neyronda sinaps yasab bo'lmaydi. Ammo yana ochig'ingiz keldi, gap tagishiverdi. Eng oxirida bu xil sizdagi bearamlik nimani paydo qildisa, neyronni darhol portlatib etdi. Portlatgan vaqtda siz o'rningizni qo'pab ketdingiz, yoki bo'lmasa mening oldimga yugurib keldingiz. Demak, sizdagi bearamlik sizning harakat paydo qildi. Shunga bu xil hissiyotlarning hammasini biz energiya deyishimiz, amaliyotda bu fizikadagi energiyalar hech qanday farq yo'q. Chunki energiyaning har qanday borliqdan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan borliq kelmaydi. U bir xil shakldan bir xil shaklga o'zgarib bo'lgan. Demak, hissiyot talab energiyalarım herkes yo'qolib ketmaydi. U ma'lum usuldan ma'lum usulga yoki ma'lum usuldan ma'lum usulga. Ham binaural psixika qandaq bo'ldisa, o'ziga yondiraydiganlar bo'ldi. Biz hech nimani ifodalayolmaydigan, hech qanday narsani ifodalayolmaganda oxiri yenib ketadi. Bundaq odamlar nim paydo bo'ldi desa, o'zini vayron qilish paydo bo'ldi. Erlar, men bayatında dedim, libido, ya'ni jinsiy energiya dedik. Erlarning shunga ma'lum bir xil qiziqish bilan shug'ullanishi bek muhim.
yoki bo'lmasa u uy ishlari bilan, yoki kitob o'qish bilan, yoki so'zet qilishlar bilan ish qilib bu erning diqqatini ma'lum bir soha chuqum qamallab turish kerak. Agar buni qiziqtiradigan hech qanday soha bo'lmasa deganda, men bayatnim libido dedim. Ya'ni uningdagi bir xil jinsiy energiya nimaga boshlab bordi desa, bayatnim degandek, u balkim yo'tkash usulini ishlatib, ba'zi axloqiga yot bo'lgan ba'zi ishlarni bilan shug'ullanib qilish mumkin. Shunga erlarning bir umr ma'lum bir kuchli holda o'zining aslidagi odamiylik bir maqsadini tepish uchun to'xtamay tirishib, o'zining bu xil qo'shimcha energiyalarini cho'qim ma'lum bir sog'lom bo'lgan sohaga yo'tkazilishi bu bek muhim. Agar shunday qila olsa, uning utuq qozonish bo'ldi. U unda qimmischi bo'lsa, uning hech qanday qildigan ish bo'lmasa, bakachi bo'lsa, uning hech qanday qiziqish bo'lmasa, bu energiyani u albatta xato usulda bir taraf qildi. Buningga cho'qim keyin bek diqqat qilish kerak. Buldu, unda olsa bugungi darsimiz mushayish bo'lsin. Anglab berganingiz rahmat. Xo'sh.